Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bu gal ham sizga bir-biridan chiroyli fasollarni taqdim etamiz. Bu yil vilyur, barxat va duxoba matolari modaning eng yuqori pog'onasida turibdi. Ularning hashamatli tuzilishi va chuqur ranglari liboslarga o'zgacha daraja beradi. Shu matolardan tikilgan fasollar esa zamonaviylikning eng so'nggi talablari asosida yaratilgan. Jiddiy, nafis va qimmatbaho ko'rinishga egadir. Bu mavsumning haqiqiy sifati ana shu matolarda namoyon bo'lmoqda.